Assalomu alaykum. Hozir ba'zi yoshlarimiz chet eldan 100% grant yutib o'qishga ketishyapti. Amerikaga, Yevropaga, Koreyaga, to'g'rimi? Endi o'sha davlatda o'qishdan maqsad nima? O'qib, yaxshi kadr bo'lib yetishib, o'sha davlatda ishlash yoki qaytib kelib O'zbekistonda ishlash, to'g'rimi? Endi sizlarga O'zbekistonda o'qib turib, Yaponiyada IT sohasida ishlash imkoni bor desam ishonasizlarmi? Bunga Japan Digital University orqali erishsak bo'ladi. Qanday? Mamlakatda, ya'ni Yaponiyada tug'ilish darajasi juda past. Aholining 40% iqtisodiy faol emas. Tashqi davlatlardan kadr jalb qilishga bog'liq katta talab mavjud. Shu sababdan ham O'zbekiston va Yaponiya davlati kelishib turib, shu universitetni tashkil qildi. Maqsad nima? Maqsad O'zbekistonda Yaponiya mehnat bozori uchun IT sohasida kadr yetishtirib berish. Xo'sh, JDUda o'qish, Japan Digital University'da o'qish o'zbek va yapon tillarida bo'ladi. Bu 4,5 yil davom etadi. Nimaga 4,5 yil? Boshida 6 oy faqat yapon tili o'tiladi, yapon tili va undan keyin darslar o'zbek va yapon tillarida o'tiladi. Endi bu universitet 3 ta diplom beradi. Qaysi diplomlar? Birinchisi, shu Japan Digital University'ning diplomi. Bu IT sohasida O'zbekistonda ishlash imkonini beradi. Endi undan tashqari Jahon tillari universitetining diplomi yapon tili mutaxassisini beradi. Yapon tilida o'sha tarjimonlik qilish yoki yapon firmalari bilan O'zbekistonda ishlash imkonini beradi bu. Va uchinchisi Yaponiyadagi universitetning diplomi. Ya'ni o'sha Toshkentda kampusda o'tirib, Yaponiyadagi 6 ta universitet bor, o'shalardan bittasida onlayn o'qitiladi va bu Yaponiyani diplomini beradi. Aynan shu diplom Yaponiyada ishlash imkonini beradi. Va o'sha 6 ta universitet, ana bu 6 ta Yaponiyadagi 6 ta universitet, partnyor universitetlar, ana shulardan bittasini diplomi beriladi va shu universitetda o'qitiladi. Endi yo'nalishlar qaysi yo'nalishlar? Kiberxavfsizlik yo'nalishi, grafik dizayn yo'nalishi, muhandis dasturchi, o'sha software engineering, sun'iy intellekt yo'nalishlari. Xo'sh, o'qish davomida cowork deydi. O'sha zakaz olib turib, Yaponiyada pul ishlash imkonini beradi. Bu dastlabki bitiruvchilarimiz Yaponiyaga borib ishlarni boshlashdi. Buni lavhalar. Amaliyot 3-kursda amaliyot bo'ladi va bu Yaponiyada bo'ladi. O'sha yerda Yaponiyani madaniyati bilan, ish jarayonlari bilan tanishib kelib, undan keyin 3-4-kursda e, intervyuga tayyorlanasizlar va Yaponiyadagi partnyor firmalar bor, o'sha kompaniyalarga ishga joylashtiriladi. Xo'sh, universitetga kirish imtihon 30 ta matematikadan imtihon topshirasizlar. Bu o'sha maktab programmasi bo'yicha va 20 ta ona til. Bu ham maktab programmasi bo'yicha. Imtihonga topshirish o'sha jdu.uzga kirib, bemalol hujjat topshirib, imtihon topshirsa bo'ladi. Ya'ni o'qiyotganlar 9-sinfda olgan shahodatnomasini yuklaydi va imtihon topshiradi. Endi imtihon topshirmaydi kimlar? Agar milliy sertifikatingiz bo'lsa, matematika va ona tildan, demak imtihon topshirish shart emas. Hujjat topshirishda yuklasangiz bo'ldi. Endi agar ingliz tilidan 0 yoki IELTSingiz bo'lsa, bu ona tilga tenglashtiriladi. Ona tilidan imtihon topshirmaysiz va faqat matematikadan topshirasiz. Agar SAT imtihoningiz bo'lsa, SATda bilamizki, matematika va ingliz tilisi bor. Ingliz tili demak ona tiliga tenglashtirilganiga SATdan topshirgan bo'lsangizlar va minimum 800 olgan bo'lsangizlar, imtihon topshirmaysizlar. Endi e, imtihon registratsiya qilish jarayonida promokod kiritsangizlar, JDU 703 promokodni kiritsangizlar, bu demak o'qish puli o'sha shartnomadan 1 million skidka bo'ladi.
1 million. Endi u 10 ta grant bor, o'qishda 10 ta grant. Bunga ikkita shartni bajarish kerak. Top 10 talik ballni to'plash kerak va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lish kerak. Shu ikkita shart topilsa, demak grant beriladi. 10 ta grantdan tashqari, demak 290 ta kontrakt bor. Xo'sh, demak, kontrakt puli o'sha standart to'lov tizimida 1 yilga 37 million 900 mingni tashkil qiladi. Va undan tashqari, Yaponiyaga borib ishlaganlaringizdan keyin, demak, oyliklaringizdan har oylikdan $250 3 yil davomida olib turiladi. Bu Yaponiya borgandan keyin, ishga joylashgandan keyin bo'ladigan, to'lanadigan qismi. Bu yerda O'zbekistonda demak 1 yillik kontrakt 37 million 900 ming so'm. Endi ikkinchi to'lov tizimi bor. O'sha demak moliyaviy yordam tizimi deyiladi bu. Bunda 12 million 600 mingdan to'lanadi yiliga. Va birinchi yili ana bu $250 kelajakdagi bu yerga qo'shilgan hisobiga demak 49 million qoladi. Demak birinchi yilni 49 millioni ana bu bank tomonidan foizsiz o'qish ta'lim kiritib beriladi, foizsiz. Endi bu faqat birinchi yilga. Qolgan yillarga kelajakda ishlaydigan demak firmalaringiz, kompaniyalaringiz to'lab beradi va Yaponiya borganlaringizdan keyin qolgan qismi to'lab beriladi. Demak, bu yerda bunda faqat 12 million 600 mingdan yiliga to'lab boriladi xolos. Endi bu universitet hayotidan lavhalar. Endi bu universitetda o'qishni nima afzalliklari bor desangiz, masalan, chet elda o'qish agar 100% grant yutilgan bo'lsa, juda yaxshi. Mabodo yutilmagan bo'lsa, o'sha o'qish puli, kontrakt puli, ya'ni tuition fee deydi, juda qimmat bo'ladi odatda. Shuning uchun bu yerda O'zbekistonda o'tirib, demak, buni o'qib turib va Yaponiyaga ishga joylashni bular o'z bo'yniga olishadi. Ya'ni sizlar bilan tayyorlab, o'sha imtihonlarga, intervyularga tayyorlab, Yaponiyadagi partnyor kompaniyalarga ishlarga qo'yishadi. Shu ustunligi bor. Ya'ni har qanday universitetni tugatgandan keyin maqsad baribir ishlash-ku. Shuning uchun aynan shu masala bu yerda hal qilingan. Aynan shunisi ustuvorligi bor. Shu sababdan ham bu universitetda o'qishni maslahat berardim va hujjat topshirishda eslaringizdan chiqmasin. Demak, JDU 703 promo kodini kiritsangizlar, demak 1 million skidka bo'ladi.